Bu videoni Berni shahrining markazidan ko'p qavatli dom olaman deb yurgan yurtdoshlarimizning hammasi ko'rishi shart deb o'ylayman. Subsidiyaga dom topolmay shaharning markazidan menga uy kerak deb yurganlar uchun aynan maxsus video bo'ladi. Videoni o'tiravermang, oxirigacha ko'ring. Oldindan birdan like bosib qo'ysangiz ham dim ajoyib bo'ladi. Sizdan boshqa ham yana yurtdoshlarimizga video yetib borishidan bir manfaatli bo'ladi. Endi esa uyimizning sifati, remontlari, salinishi va lokatsiyasini tushuntirib o'tamiz. Ketdik. Aslida bir podyezdagi 2 dana 3 xonali, 1 dana 2 xonali kvartiralarimizning ichining planlari bilan tanishtiramiz. Bu ko'rib turgansiz 10 qo'ldagi 3 xonali kvartiramiz bo'ladi. Ikki yoq tomondan balkonli bo'ladi. Kirganda 10 qo'limiz bir dana katta spalnisi, balkoni bor, to'g'risida katta zali, uning ham balkoni bor. O'tganimizdan keyin yana yonidagi ikkinchi zali bo'ladi. 2 dana katta zal, 1 dana spalni. To'g'risida vanna sanuzel joylashgan. Chiqqanimizdan keyin yon tarafida kuxnyasi joylashgan. Kuxnyasining kuxnya mebellarini kelib ko'rib, o'zingizning ko'zingizning oldida sifatli mebellardan qo'yib beradilar. Bu ko'rib turganingiz 3 xonali kvartiramizning uzun koridor xilisi bo'ladi. Kirgandan xonalarimiz bo'linib ketgan. Birinchi xona, ikkinchi xonani zal qilib olaman desangiz, uchinchi xonani qalasangiz spalni qilsangiz bo'ladi. Spalningizning balkonlari ham bo'ladi, oynalar akfadan, polni sifatli, yonida pochkali oynalar qo'yilgan. Turimiz vanna sanuzellardan kafelari dapatalka polni ajoyib sifatli etib bosilgan. Gap bo'lishi umuman mumkin emas bu yerda og'aylar. Aboylar ham mo'yish aboylardan qo'yilgan, hozirgi dizayndagi sifatli zo'r aboylardan. Kuxnyamizga keladigan bo'lsak, bu yerda mebellarni aytganday sizning ta'bingizga qarab chiroyli zo'r mebellar qo'yib beriladi, o'zingiz bilan kelishilgan holda bo'ladi. Bu esa ilk xonali kvartiramizning birinchi katta zali bo'ladi. Birinchi xonasi chiroyli aboylar bilan remontlangan. Chiqqanimizdan keyin esa buyog'i spalni uchun mo'ljallangan xonamiz bo'ladi. Hamma yerni atapinalari o'tgan. Pollarga e'tibor bering, yaxshi sifatli laminat pollardan bosilgan. Bu esa vanna sanuzeli hammasiga bir xil chiroyli sifatli bo'lgan aristolar qo'yilgan. Gap bo'lishi mumkin. Buyog'imizda esa kuxnyamiz. Qolgan 3 xonali kvartiralarga ana shunday chiroyli mebellar qo'yib beriladi. Katyollar, to'xtashdan katyollar, 6 kilovatlik katyollar bo'ladi. Bahasıncha so'm deb qiziqib turgan yurtdoshlarimiz uchun bahasi kvadrati boshlanishi 5700 dan boshlanadi. Kelib ko'rib, savdolashib bilaman olaverasizlar. Adresimiz Berni Kat ko'chasi, Doktor Maqsudadan o'tgandan keyin chap qo'llar ko'cha bilan prямо kirib kelasizlar. Sallaxona Iyamaketga kirib keladigan ko'cha bo'ladi. Shunday messenjerlarning to'g'risindagi ko'p qavatli domlar bo'ladi. Pastga sotuv bo'limi nomerini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon etib tushunmagan savollaringiz bo'lsa, so'rab olsanglar bo'ladi. Bizlarga ham murojaat qilsanglar, ko'rsatib beramiz. Hammangizga ana shunday kvartiralar nasib etsin qolamiz. Sizlar bilan men Ixtiyor Minchanovich.